Menga turk yigiti turmushga chiqish taklifi qildi. Ikkilanmayman, nima qilishni bilmayapman. Siz nima maslahat berasiz deb yozdilar bitta podpischigim. Bu men uchun juda ham nozik masala. To'g'risini aytsam, nima deyishni bilolmay qoldim. Avvalambor Allohimning yozgan taqdiridan qochish yo'q. Kimga, qachon turmushga chiqishimiz tug'ilishimizdan oldin peshanamizga yozilgan. Keyin turk seriallarini ko'p ko'ramiz, bilamizki, turk erkaklari shirin so'zni ayashmaydi. To'ydan oldin romantika, gullar va hokazolar. Lekin bularga aldanmasdan hayotga ro'zviy ochkisiz qarasak, erkak kishida asosiy kачество bu mas'uliyat. Ishiga, oilasiga mas'uliyatli inson yaxshi er va yaxshi ota bo'la oladi. Keyin yana bitta layfhak aytaman. Insonning haqiqiy yuzini qattiq jahli chiqqanda ko'rsanglar bo'ladi. Nima deganimni tushundinglar. Erga tegishimdan oldin rosa harakat qilganman Erjonning asablariga tegib urush chiqarishga, lekin rosa sabrli ekanlar, meni shu xarakterimni boricha qabul qildilar. Oxirgisi va asosiysi, qachonki erkak kishi ko'proq sevsa va ayol unga ruxsat bersa, bu oila mustahkam bo'ladi. Tak что qizlar, o'zingiz sevganga emas, sizni sevgan insonni tanlasanglar adashmaysizlar. Bu videoni yigit uchun yig'lab siqilayotgan dugoninglarga yuborib qo'yinglar.